Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizdagi barcha Eron gilam kavralan daroshkalarini eng arzonidan boshlab eng qimmatigacha ko'rsatib beraman. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, narxlari bilan obzor qilib beraman. Eron kavralanidan boshlaymiz. Kavralarning assortiment ko'p bo'lmasa ham, lekin narxi eng arzonlaridan 1 kvadrat metrini 360 mingdan xarid qilishingiz mumkin. Sifati yaxshi, materiali akril bo'ladi, ezilib ketmasdan va ranglari o'chib ketmasdan ishlatishingiz mumkin. Bu gilamimiz Eronning 700 taroq 2550 to'qim zichlikdagi stanoklarda to'qilgan bo'lib, bu boshqa 700 lardan va 1200 lardan ajralib turadi. Sababi men o'zim bir xonadonni Eron gilamlari bilan to'ldirganimda, u xonadonga 1,5 ming, 1200, 700 taroq hammasidan solganmiz. U xonadan bu xonaga o'tib yurganimizda gilamlarning farqini o'zimiz ham ko'proq ajratib olganmiz. Bu 700 taroqdagi gilamimiz qalinliklari ham ustida yurganimizda o'zimizga ham juda yoqqan. Asosan Eron gilamlari vorsi kalta, lekin to'qimi zich bo'ladi. Bu gilamimiz ham to'qimi zich, lekin boshqa gilamlariga nisbatan vorsi ozgina baland. Shuni hisobiga ustida yurganingizda boshqacha hissiyotlar his qilasiz va mazza qilib yurasiz. Bu sifatdagi Eron gilamlarimizning razmerlarida umuman muammo yo'q. Boshqa joylardan topish qiyin bo'lgan nestandart razmerlarni topsangiz bo'ladi. Masalan, 3,5 ga 4,5, 4 ga 4,5 shunga o'xshash razmerlari ham kelgan. Materiallariga keladigan bo'lsak, akril materiallardan foydalanilgan. Buni ko'pchilik ishlatganlar bilishadi. Yaxshi, ancha yillar xizmat qilib beradigan material hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metrini 390 mingdan xarid qilishingiz mumkin. 700 taroqli Eron gilamlarimizni har xil rasvetkalarda ko'rishingiz mumkin. Navbat Eronning 1200 taroqli gilamlariga. Bu gilamlar 3600 to'qim zichlikda bo'ladi. Shu to'qimdagilarni hammasini narxi bir xil, hammasini sifati bir xil deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Nafaqat 1200, balki 700, 1,5 ming taroqli gilamlarida ham xuddi shunaqa materialiga qarab turib narxlari belgilanadi. Masalan, bu gilamimiz ham xuddi shu 1200 taroqdagi gilam. Materiali viskoza va akril to'g'lanadigan material hisoblanadi. Aynan bu sorti 1,5 lik taroqli gilamlarning ayrimlari bilan narxi bir xil chiqadi. 1 kvadrat metri 550 ming so'mdan. Ko'pchilikni qiziqtiradigan 1,5 ming taroqli, ya'ni 4,5 ming to'qim zichlikdagi Eron gilamlari bu boshqa gilamlarga nisbatan ajralib turadi. Ayniqsa o'ymakor naqshlari, vorsi kaltaligi, to'qimining zichligi va naqshlarining o'ymakorligi bilan ajralib turadi. Bu zichlikdagi gilamdan ortiq zich gilam yo'q Eronda. Eng zichi shu hisoblanadi. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari ham zo'r narxlarda olasiz. 1 kvadrat metrini 550 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Hattoki 700 taroqli Eron gilamlarimizni daroshkalari bilan bir xil qilmoqchi bo'lsangiz, 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlarni topishingiz mumkin. Eron daroshkalarimizning narxi 1 kvadrat metri 390 ming so'mdan.
Navbatdagi Eron gilamimiz 1200 taroqli, narxi arzonroq tushadigan variantidan to'qimi 3600 to'qim, ezilib ketmaydigan va ranglari o'chib ketmaydigan gilamlar hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metri 420 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Keyingi gilamimiz Eronning 1200 taroq 3600 to'qim ishlaydi gilamlardan, naqshlari, tiniqligi ajralib turadi. Bu ham hammasi Eronning gilamlari ezilib ketmaydigan gilamlar hisoblanadi. Buni 1 kvadrat metri 470 ming so'mdan olishingiz mumkin. Bu ko'rsatganlarimiz bir qismigina xolos. Bundan ham katta assortimentda Chinobod gilam bozori Shinam maskanga kelib ko'rishingizni tavsiya qilamiz.